Bor chaqir. Seni shef chaqiryapti. Xo'p, xos. Assalomu alaykum, shef. Yaxshimisiz? O cho'loq. Nimaga hududimda tinch yurib, dunyoni vaqtida to'lamayapsan? Xo'jayin 10 kun muhlab bering, hammasini to'layman. Sen menga so'roq qo'yyapsanmi, Murodgor? Ertalabgacha 10 qop aprikani tayyorlab qo'y. Xo'jayin, ko'ryapsiz, bir donasidan o'yib ishlayman. Ertalabgacha 10 qopda iloji yo'q. Ertalabgacha tayyorlamasa o'ldirib yuborib ol. Dadasi, yaxshi kelib oldingizmi? Yaxshi, bugun erta kelibsiz. Issiqqina ovqat tayyorlagandim. Tinchlikmi? Bugun kayfiyatingiz yo'q? Sho'rimizga sho'rva to'kildi, xotin. Nima bo'ldi, dadasi? Meni qo'rqitmang. Tushuntiribroq gapiring. Qanaqasiga o'ldirib yuborishadi? Balki militsiya chaqirarmiz. Alloh o'zi mehribon. Farzandlarim senga omonat. Meni olgani kelishdi. Jon dadasi, qo'ying. Chiqmay qo'yavering. Aka, tezda bitta tobut yasab bermasangiz bo'lmaydi. Xo'jayin omonatini topshirdi. Bu dunyo 5 kunlik qilmas hech ayov.